Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 25-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda kengashning doimiy komissiyalari tomonidan ko'rilgan 18 ta masala ko'rib chiqildi. Sessiyani Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi raisi Solijon Mo'minov olib bordi. Dastlab O'zbekiston davlat madhiyasi ijro etildi. Deputatlar sessiya kotibi, kun tartibi va reglamentini tasdiqladilar. Shundan so'ng birinchi masala 2026-yilning 6 oyi davomida viloyatda aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va ularning oldini olish, fuqaro muhofazasini tashkil etish yuzasidan viloyat hokimi, fuqaro muhofazasi boshlig'i Shavkatjon Abdurazzoqovning axboroti tinglandi. O'tgan davr mobaynida viloyatda 4 ta yo'nalishda, ya'ni favqulodda vaziyatlarning oldini olish va xavflarni barvaqt aniqlash, aholi va obyektlarning muhandislik muhofazasini kuchaytirish hamda infratuzilmalarning barqarorligini ta'minlash, fuqaro muhofazasi kuchlari, qutqaruv xizmatlari va boshqaruv organlarining shayligini oshirish, aholi ayniqsa yoshlar o'rtasida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va profilaktika ishlarini kengaytirish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Respublika va viloyat darajasida o'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashqlari, profilaktik tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Ayniqsa 133 ta mahallada mahalla muhofazasi xizmatxonalari, yana 365 tasida xizmat joylari tashkil etilgani, atlov natijasida mahallalarning qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgani. Biroq bu borada hal qilinadigan ishlar ko'lami kengligi alohida uqtirildi. Deputatlar mazkur masala yuzasidan qabul qilingan qarorni tasdiqladilar. Axborotda joriy yilning 6 oy davomida olib borilgan profilaktik ishlar natijasi, sodir bo'lgan favqulodda holatlar va ayrim yo'nalishlarda yo'l qo'yilgan kamchiliklar batafsil deputatlar e'tiboriga havola etildi. Viloyat hokimi ta'kidlab o'tgandek, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning quyi tizim, shahar tuman bo'lim shaxsiy tarkiblari tomonidan mavsumiy tadbirlar, cho'milish mavsumi davomida viloyatimizdan oqib o'tuvchi kanallar, soylar, daryolar hamda qishloq xo'jaligi mo'ljallangan membranalarda cho'milishni oldini olish, suvda insonlarning cho'kishi bilan bog'liq favqulodda holatlarni keskin oldini olish bo'yicha kuchaytirilgan tizimli profilaktik tadbirlar olib borilishimiz nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Namangan viloyatidagi Xalq qabulxonasining 2026-yil 6 oyi faoliyatining yakunlari bo'yicha mudir o'rinbosari Bahodir Yusupov axborot berdi. Viloyatda qonuniylikni mustahkamlash, huquq tartibotni kuchaytirish hamda jinoyatchilikning oldini olish borasida 2026-yilning yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha viloyat prokurori Umurbek Madrahimov, Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Aliyevlarning axborotlari tinglandi. Bu yo'nalishda yashirin iqtisodiyot, yoqilg'i energetika sohalari ustidan qonunchilik nazorati bo'yicha olib borilgan ishlar tahlil etildi. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Ali Imomovning viloyat mahalliy byudjetining 6 oylik uchun belgilangan prognoz ko'rsatkichlari ijrosi va kelgusidagi vazifalar to'g'risidagi axborotida mahalliy byudjetning daromadlari, o'sish ko'rsatkichlari, uning omillariga alohida urg'u berildi. Viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Ismatullayev o'tgan davr mobaynida viloyatda norma ijodkorligi, huquqni qo'llash amaliyoti va targ'ibot tashviqotni amalga oshirish sohasidagi ishlar, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish, shuningdek Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi Namangan akademik litseyida sud huquq sohasini rivojlantirishda o'ziga xos iz qoldirgan huquqshunos Halima Muhiddinovaning byustini o'rnatish masalalari bo'yicha ma'ruza qildi. Deputatlar mazkur masalalar yuzasidan qabul qilingan qarorlarni ham ma'qulladilar. Sessiyada viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar ham muhokama qilindi. Namangan viloyati mahalliy byudjetining birinchi chorak ijrosi yakunlari, qo'shimcha manbalar hisobidan mablag'larni yo'naltirish, mahallalar, tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish orqali sanoatni olib kirishga oid loyihalarni tasdiqlash masalalari ham ko'rib chiqildi. Sessiyada viloyat sog'liqni saqlash, maktabgacha va maktab ta'limi sohalari va yoshlar ishlari bo'yicha olib borilgan ishlar haqida mutasaddilarning hisobotlari ham tinglandi. Doimiy komissiyalar sessiyaga qo'yilgan masalani oldindan bilgan holda joylarga chiqib o'rganib kelishdi va ularda o'rganib kelgan natijalar asosida boshqarmalarning taqdim etgan hisobotlari tahliliy va tanqidiy ko'rib chiqilib, deputatlarning anchagina e'tirozlari, takliflari va mulohazalari asosida bu hisobotlar qayta ishlandi, qarorlar qaytadan ko'rib chiqilib tayyorlandi va sessiyada ko'rib chiqish uchun tavsiya etildi. O'z temir yo'l yo'lovchi aksionerlik jamiyati shahar atrofida yo'lovchi tashish mas'uliyati cheklangan jamiyati Farg'ona bo'limi boshlig'i Ilyos Jo'rayev O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tomonidan taklif etilayotgan Chexiyaning Skoda Transportation kompaniyasining 10 ta zamonaviy elektropoyezdlarni xarid qilish loyihasi konsepsiyasi taqdimotini o'tkazdi. Deputatlar 3
3 chorak davomida o'z faoliyati yuzasidan saylovchilar oldida axborot berishining reja jadvalini ham tasdiqladilar. Sessiyada ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuning bilan Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining 25-sessiyasi o'z ishini yakunladi.